Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar. Bugun sizlar bilan Rocket o'yini haqida gaplashib o'tamiz. Rocket o'yini bu har soatda USDT ya'ni dollar ishlashi mumkin bo'lgan yagona bot deb o'ylayman. Mana trading channel orqali kiramiz Rocket botga va play in klikni bosamiz. Bunda ishlash uchun bu yer bizga muhim emas, bu yer bizga faqat practice qilish uchun mana shunaqa practice qilish uchun asosiy pul ishlaydigan joyi mana shu yerlar. Mana 10 sekundimiz qoldi, enter bosib kiramiz. Bu har soatda bo'ladi. Har soat 00 masalan hozir 17:00 da boshlandi va 1000 ga qo'yamiz, place betni bosamiz. Agar birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olsak, eng ko'p ochko yig'sak biza USDT ishlay olar ekanmiz. Mana shunday olib qolishimiz kerak. 3 daqiqa ichida eng ko'p ochko yig'gan yutadi. Hozircha biz birinchi o'rinda turibmiz 2357 ochko bilan. Lekin 2 daqiqamiz bor. Bu o'rnimizni saqlab qolish uchun mana shunday buni x ya'ni ko'paytirishimiz kerak. Masalan, men 20x ga ko'paytirib oldim, 37000 bo'ldi. Va bizda 50 daqiqa qoldi. Hozircha 23 ta inson o'ynab turibdi. Mana burchakda ko'rishingiz mumkin. 23 ta insondan birinchi o'rinda turibman. Cash out qilgandan keyin biz kutamiz bu samolyot qulashini, samolyotni raketam qulashini kutamiz majbur. Mana endi 3-o'ringa tushib qoldim. Bunda hammada har xil ekan, o'zim ko'rib chiqdim. Demak, bu omadga ham bog'liq. O'shaning uchun bir nechta telefon o'ynaganingiz yaxshiroq. Har soatda bo'ladi. Va 4-aprel kuni eng glavni yutuq o'ynaladi. Bu haqida hozir mana bu o'yin tugagandan so'ng gaplashib o'tamiz. Mana calculating results, natijalar hozir hisoblanyapti. Mana men 3-o'rinni olibman. Pirate, ya'ni pirate bo'lib chiqaman. 3-o'rin, ya'ni $1 berdi. Endi dollar qayerga tushganini bilishimiz uchun biz profil bo'limiga o'tamiz. Burchakdagi profil bo'limi mana bu yerga tushdi. Menda $2 bor edi. Kecha yutib olgandim. Endi My Event History'dan ko'rishimiz mumkin. Mana hozir 24:03 17:00 3-o'rin bilan $1 va kecha yutganim mana soat 1da 3-o'rin bilan $1 olganman. Mana shunaqa qilib yutaveramiz har soat. Endi qo'shimcha imkoniyatlar ham bor. Hozir buni yechib olishni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda hozir oldin hamyonimizni ulaymiz. Mana shu My Wallet bo'limida hamyonimizni ulaymiz va minimalniy yechib oladigan summamiz $1 ekan.
Shuning uchun ko'proq dollar yig'ib yechib olganimiz yaxshiroq, chunki qancha chiqarsak ham 0.1 dollar komissiya olar ekan. Masalan, hozir 3 dollarni chiqarib ko'ramiz. To'lov 1 daqiqada bo'lyapti. Menga 1 daqiqa ichida tushyapti. Mana 3 dollarni submit qilib yechib oldik. Mana successful, muvaffaqiyatli va 0.1 dollar komissiyasi bor. Mana pending yakunlanmoqda deyapti. Endi cash events bo'limiga qaytamiz. Dollarimizni yechib oldik. Bu yerda har soatda bizga xabar kelishi uchun sign up ni bosib qo'yamiz. Mana 54 daqiqa qoldi. Endi keyingisi 25 dollar ham yutib olishimiz mumkin har kuni. Bu degani O'zbekiston vaqti bilan 23:30 da biz 25 dollar bitta inson yutib olishi mumkin. Mana bunda esa har soatda 5 dollar o'ynaladi 3 ta insonga. Birinchi o'rin 2,5 dollar, ikkinchi o'rin 1,5 dollar va uchinchi o'rin 1 dollar. Endi eng glavni YouTube bu 5000 dollar, ya'ni 4-aprel kuni bo'lib o'tadi. Bu juma kuniga to'g'ri kelyapti. Ya'ni har oy masalan first Friday every month, bu degani birinchi juma, har oyning birinchi jumasida bo'lib o'tadi. Mana shuning uchun buni ham sign up qilib qo'yamiz. Bizga xabar keladi. Bu chet el vaqti bilan 17:30 da boshlanar ekan. Biz uchun bu 10:30lar atrofiga to'g'ri keladi. 22:30lar atrofiga. Endi hozir pul tushdimi, tushmadimi, shuni ham ko'rib o'tamiz. Mana shu yerga tush kerak. Hali pending deyapti. Masalan, mana bu oldin yechganim 22:03 11:14. Bu qachon tushdi? 1:24. Yo'q. 4:15. Bu ularning vaqti bilan bizga shu 4:15 bo'ladi. Negadir cho'zilib ketdi. Lekin aniq tushadi. Bu eng ishonchli loyihalardan biri. Shuning uchun barchaga o'ynashinglarni maslahat beraman. Mana bu yerda do'stlarni taklif qilib, endi eng muhim narsani aytish esdan chiqay debdi. E'tibor beramiz. Masalan, mana shu cash events bo'limida buy in game pass deyapti. To'g'rimi? Bunga kirish uchun bizga game pass kerak ekan. Game pass. Bu nima degani? Bu profil bo'limiga o'tsak, mana choose game pass deyapti. Bu yerda bizga game pass uchun 20 kun bergan. 20 kun biz tekin o'ynay olar ekanmiz. Buni qanday qilib 20 kun qilganman? Bu friends bo'limidan biz do'stlarimizni taklif qilishimiz shart. Agar akkauntlaringiz bo'lsa, o'zingizni mana shu yerdan copy qilib o'sha akkauntingizga tashlaysiz va o'shandan kirib shunchaki sign up ni bosib qo'yasiz. Mana shularda bosib chiqasiz. Keyin sizga aktiv deya 1 kun yoki 3 kun vaqt berishi mumkin tekinga. Agar do'st taklif qilmayman desangiz, buni sotib olishga majbur bo'lasiz. 3 dollarga 3 kun, 8 dollarga 10 kun sotib olishingiz mumkin. Agar sotib olmasangiz yoki do'stlar taklif qilmasangiz, bu o'yinda qatnasha olmaysiz. Undan tashqari, birinchi yangi foydalanuvchilar uchun tekin 3 kun beradi. 3 kun o'ynay olishingiz mumkin. Rahmat.